Ko'p joylarda skvajni bilan muammo bo'layotgan ekan. Hozirda biz bu muammoni yechim berish maqsadida Romay kompaniyasi kelishilgan holatda Zarb brendi asosida ishlab chiqarilgan nasoslarimizga chegirmalarni e'lon qilamiz. Bu chegirmalar qanday bo'ladi? Siz Zarb nasoslarini, misol uchun mana 1,5 kilovatligini ilgari 2,380 ming so'mdan sotilgan bo'lsa, hozirda chegirmada siz buni 1,5 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Biri 8 kilovatligi ham bor, buni 1 kilovatligi ham bor, 2 kilovatligi ham bor. Misol uchun 1 kilovatligini esa siz hozir chegirmada 1,460 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Agarda sizga mana shunaqa nasoslar kerak bo'lsa yoki sizda skvajni bilan muammoingiz bo'ladigan bo'lsa, biz xohlagan chuqurligingizda qozib beramiz. Misol uchun mana shu 1,5 kilovatli nasosni 63 metr pastlikgacha tashlasangiz bo'ladi, ish beradi. 63 metrgacha, minimum 6 metrdan 63 metrgacha bo'lgan joylarda ish beradi. Mana bu 1,8 kilovatligi 60 metrgacha tikka balandlikka ko'tarib beradi. 60 metrda 1 minutda 120 litr suv beradi. 1 kilovatligimiz esa 79 metrgacha ko'tarib beradi. 79 metrda 33 litr suv beradi. Og'zini kattaligi 40 diametrda bo'ladi. Bu 1,5 kilovatlik 50 lik bo'ladi, 1,8 ham 50 lik bo'ladi. Olsangiz mana 2,5 dyumliklar bor. Apple firmaniki yoki Asamandiki 2,5-2 dyumli nasoslarimiz ham bor. Bundan tashqari mana bu skvajni nasoslarni shu yerda ko'rgan hammasini chegirmaga tushirib qo'yganmiz. 10% dan 40% gacha bo'lgan chegirmada xarid qilsalaringiz bo'ladi. Bemalol sizga 6 dyum kerakmi, 4 dyum kerakmi, 5 dyum kerakmi, 10 dyum kerakmi, hamma nasoslarni topib beramiz. Agarda sizga ham nasoslar kerak bo'lsa, mana bunaqa skvajnimi, glubinimi, VK nasoslar deysizmi, loyqa suvga, balotaga, sentrabejniy nasoslar deysizmi, 220 poplog nasoslar deysizmi, mana bunaqa 5 shumli variantdagi nasoslar deysizmi. Xullas hamma nasoslarni topib beramiz. Romayga bog'laning, Romay sizning muammolaringizga albatta yechim beradi. Agarda mana shunaqa suv nasoslarini qidirib yurgan bo'lsangiz, hoziroq pastga ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki do'konimizga tashrif bering. Aytgancha Romayning Center bozoridagi filiali har kuni dam olish kunlarisiz ertalab soat 6:30 dan tungi 23:00 gacha ochiq. Bu vaqt oralig'ida onlayn bo'ladimi, offlayn bo'ladimi, savdolarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Bu yerda 220 volt ishlaydigan nasoslarimiz ham bor. Bu nasoslarimizda ko'p Polvon brendida bor, Phantom brendida bor, Shimjida bor, Epaniki bor, Gidrox bor, Leo bor, Shimji, Epa, Pit, Zarb hamma firmalarni olib kelib qo'yganmiz. Maniki Xerroniki ham hammasidan bor. Undan tashqari mana bu nasoslarimiz juda ham hozir zo'r. Leon brendi asosida ishlab chiqarilgan 25 lik turbada chiqaradi. 1 soatda 6,5-7 tonna suv beradi. Tikka balandligi 17 metr. Narxi 300 ming so'm. 300 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Epan nasoslari ham bor, mana bunaqa plastmassali korpusli nasoslarni ko'p qidirardi oldin. Yo'q edi, endilikda kirib keldi. Bemalol buni ham Romay do'konlaridan topishingiz mumkin. Ariol maniki 1,8, 1,5 kilovatlik 50 diametrdagi nasoslarimizni. Fantanni maniki 1 kilovat 50 lik turbada suv chiqaradiganlari bor. 1 soatda 18-20 tonna suv beradi. Xullas, glubini poplog nasoslarini eng maydasi 25 likdan, eng kattasi mana bunaqa 200 diametrgacha bo'lganlarini 220 volt ishlaydiganlarni topsalaringiz bo'ladi.